Bir kishining otasi ko'p yasharmush, qarirmush. Soch soqoli oqarib, bellari kuchdan qolmush. Non yeganda lablari burni bilan so'zlashur. Choy ichganda qo'llari qaltirashib titrashur. Beli ikki bukilgan, yuray desa yura olmas. Bir o'tirsa o'rnidan, ko'tarmasang tura olmas. O'g'il, kelin, nevara zerikdilar bu holdan. Qutulmoqchi bo'ldilar bir ish qilib bu choldan. Kirib bir xilvat uyga so'zlashdilar uchovlon. O'g'il bilan nevara qildi o'z fikrin bayon. Kelin dedi, sizlarning to'g'ri emas o'yingiz. Eng yaxshisi sahroga olib borib qo'yingiz. Birov ko'mar o'ligin ko'rmas bizning ko'zimiz. Mashaqqatli bu g'amdan qutulgaymiz o'zimiz. O'g'il bilan nevara kun kech bo'lgach turdilar. Ko'tardilar u cholni, sahro sari yurdilar. Bir o'ringa yetganda so'zga kirdi asta chol. Dedi, o'g'lim so'zimga bir ozgina quloq sol. Men otamni bir zamon shul o'ringa keltirib, tashlab ketgan chog'imda qolgan edi termulib. Navbat keldi o'zimga, sen ham meni keltirding. Men otamga ne qilsam, endi menga sen qilding. Menga yarar shul o'rin, bir kun senga ham yarar. El aro bir maqol bor, har kim ekkanin o'rar. Bu so'zlarni eshitgach, o'g'il ho'ngrab yig'ladi. Otasiga uzr aytib, xizmatiga bel bog'ladi.